bitiruvchilar oldida turgan eng katta muammo diplomni olgandan keyin qayerga ishga joylashaman degan savol birinchi o'rinda talabaning o'rnida turadi, to'g'rimi? Shuning uchun biz rezyume tuzishimizda ham, o'sha korxonaga borib suhbatga borganimizda ham birinchi o'rinda e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan narsa biz hard skills, ya'ni qattiq ko'nikmalar va soft skills, ham yumshoq ko'nikmalarni ajratib olishimiz kerak. Ularni alohida biz tushuntirib bera olishimiz kerak ish beruvchiga. Masalan, hard skillsga nazariya, dasturlar, texnik ko'nikmalar, kompyuterdan qanday foydalana olish, ingliz tilini qanday o'rganganmiz, bular hammasi qaysi biriga kiradi? Hard skillsga kiradi. Biz boshqalar bilan qanaqa muomala o'rnata olishimiz, bor bilimlarimizni amaliyotda qo'llay olishimiz va stressga chidamliligimiz yoki bo'lmasa mana shu bilimlarimizni amaliyotga qo'llash jarayonida muddatdan oldinmi, keyinmi bajarib berishimiz qaysi biriga kiradi? Soft skillsga, ya'ni yumshoq ko'nikmalarga kiradi. Bugungi kunda hard skillsdan ko'ra, chunki texnologiya rivojlangan, texnika rivojlanyapti, hard skills ko'nikmalarini kompyuter texnologiyalar bizning o'rnimizga qilib beryapti. Shuning uchun bunga talab kamroq ish beruvchilarda. Ish beruvchilar bugungi kunda asosiy so'rayotgan narsa bu soft skills, ya'ni xodimning o'zini qanchalik to'g'ri tuta olishi, qanchalik tezroq bajara olishi va bu ish bajarish jarayonida yumshoq ko'nikmalarni iloji boricha darajasini oshirib borish.